Çok Rustam, bizni uyga apırıp koygan bolsanız. Bo'ladi. Qani chiqinglar. Qani. Şeherdeki üstekten zeriktim desem, Sehranın topsu onundan açıkken yüzümni yer etadigan boldu. Korkmağınlar xotin. Bizning Sahranın yerleri şorluq boğunu bilen, mendek tuzlu pişkan jigitni çoğu qılıp qatarıp qo'shgan. Yüzünglar yerilip ketse, obdan dezmallap tuzap qo'yman. Eli yığılıp etimen, to'la terik turmana. Aka! 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 Ukam. Teşvikmi aka? Amagayla. Teşvikmi. Eshak tarixiga tortishib, ma'qul unmay. Sen ayolib qolding. Kechib qoldim-ku deyman. Kechikmadi ukam. Bizimki hozir kelib turgan. Eshak tarixiga tortishmay, ishtikmagan bo'lsa, mashindan baldir kelib qilib bizni saqlab qolakensa. Hech qisi yo'q aka. Bozorga kelganda tarixining eg'ilga solib qo'ymasa, yo'lda kelgicha birdan og'ir qilayotgan, birdan mashina oldiga o'tib qochib ketgan. Eshak bolasini ansirab, haravini olib qochdi ekan. O'tgan bozor tas qoldi. Traktor besib o'lgidi. Buyuning taxini. O seni xonachang bo'ladi. Sen bilan bilib turgandan keyin ocham deb bilma. Rasmini ko'rgan. Hozir yuzini ko'ramasam-mu, aqcha sho'g'i deyman. Topçağında yamanken şunu yegib oldim. Yüzünüzni içine inim ko'rib olsin. Akam boshqa birisini xotinim deb ip kepti deb gumon qilib qolmasa yana. Meni bek ko'rib eling. Yana bir qatim akınız yoshirun mendan boshqa birisini ayolim deb ekepshirmisin yana. Aka, acha. Lampu yapsizlar. Ya, yemaymiz. Aka, doğunun soğuk yerden bir akacını içmeydim o. Hemse, tuxum yapsizlar. Ahmet yine hemse. Qetqishandiq ya. Aka, yurtdan qetqin sig'inmading bu? Acha. Yurtimiz sahra bo'g'ini bilan, havosi bilan, hamsatda paxlan go'shtdek foyda qilib, ma'zangizni to'g'ashda qizartib, tulumdak semirtib turdi. Acha, demek kulsiz, qiziq gap qildim bu. Semirib ketishdan qo'rqib aron tursam, semirtadigan bo'lsa darhol qochmasak bo'lmag'idek bu jangaldan. O'roqlayga ishma ba. Rost o'roqlayman desangiz, bizdan xotin haqlar bilan bir hafta kebattirilgan bo'lsangiz, boldir o'zayotgan qopaqdek jigilabda ketsiz deyman. Ajab qiziq gap qildi ekansiz ukam. Qo'li kuldirib bir muncha qo'riq kirgizib qirtiydigan bo'ldingiz odamni. Bu sat jangaldan patroq ketib olmasak sizdan ayrilib qolgan o'xshamamdimi? Hayatın beri yurtimizni jangal devirsiz. Jangal degenden çok. Akamdak yolvasla çıkıdı. Şehirde sizge o'xshash müşk çıkıdı. Jangaldan bağa yolvasla şehirdeki müşklerini alıdı taza. Nimandak gapsiz. Akınızı gapçimikken desem siz akıl söğütten gapçikensiz ha?
kechki vaqtidimi mendin yomon bu cho'g'indek. Aka, anlasam şehirde yolvaslarını tömür kapasını sulap koyup akıdı deydi. Sen yolvasmız he. Ağaçamdan tömür kapasını çıkanmay, yurtumuzga pat pat kiremeyiz gel sen de. Şundak mı? He? Bu ovozni anglab hajab jimib ketdinglar ku. Chiroyingizmi boshqacha? Hay, nimandaq uyingiz ishchingizga tushibli ketdi. Gap qiling-a, u nimaning ovozi? Gap qiling-a. Qo'ng'iroqni. Qo'ng'iroq ovozini anglablar, xuddi hozda bo'lgandek uyinglar ichinglarga tushib, hajabni ichimni siqdinglar. Bu qo'ng'iroqni ya to'xtatma deb, kechkichi mengsi ilishib qolgan sarangdek to'xtatmay cheliverdi. Oy! Ana! Akamdan rencimem, ben sizini bilemdiken deptimen. Aslı akam sizge demeptiken. Qo'ng'iroqni chilayotgan bizning onamiz bo'ladi. Anam siz degandek rostli sarang. Qo'ng'iroq aslida dadamning atarisidan qo'ldonisiydi. Dadamning atarisining aslida yo'g'on ham bom chiqadigan, o'tirg'il ovoz chiqadigan, zil chiqadigan qo'ng'iroq qo'ldomisidan bashi batdi. Dadam yil bo'yi arvisini haydab jangaldan o'tin besib, noyi bozorga olib setib, pulga kirsin akilib mahalda sotadi. Bu chog'da bizning mahallada maktab yo'q. Atrofdan kol eg'lidan bir eg'izni bizga sinib qilib berdi. Bir uyda 3 sinfda bola o'qiydik. Men 1-sinfda, akam 5-sinfda o'qiydik. Muallim bir do'stini 3 siziq bilan ayirib, har bir sinfdan darsini ayrim katak yozatdi. Akam sinf boshlig'imiz edi. Muallim keldi. Muallim keldi. O'tiringlar. Sen pishtakni qattiqroq chammaga o'xshamabsan. Balla anglamadimi, to'liq kelmabdi. Muallim, pishtakni jinimning berchi pülidim. Qancha qattiq chasamı malning amirga anglanmaydi ekan. O'g'zangi chiqib, to'rt atrofga qarab, texmi qattiq chal. Balla to'liq kelmasa, dars o'tkilib bo'lmaydi. Muallim, endi uningdan bek chasam, ishtinimga chiqirib yitman. Bang, o'g'ziga chiq. Ko'tongni qo'lingda ching besib turib, to'rt tarafga qarab bo'lishiga chal. Balla to'liq kelmasa, dars o'tkilib bo'lmaydi.
Hey, nega borsa? Kolduğumunu amğın deyme. Dadan gelsin çiçanşıp, hemimizin sırtı kaykıp, işek bolanı teriydi. Belli, barikallah yigit, yaraysan. Endi bizning maktabimizning qo'ng'irig'i bo'ldi. Shundan boshlab akam davomli bolalarni maktabga chillab, ashu qo'ng'iroqni chaldigan bo'ldi. Keyin akam yezdagi to'liqsiz o'rta maktabni o'qib kelib, bizning mahalladagi ashu sinfga vaqtli muallim bo'ldi. Muallim bo'lgandan keyin mo qo'ng'iroqni o'zi chaldi. Bir chaqlarda akam harbiy sepga bordigan bo'ldi. Anam doim akamning xetiga, askarlar bilan tushgan har xil suratlarga qarab, to'xtamay ko'z yoshi qilatdi. Akam xetida tog' portlatib, yo'lda savatimiz debdikan. Anam texmo to'lishmaydigan bo'ldi. Assalomu alaykum. Siz bugundan e'tiboran yurtimizdan chiqqan bir inqilobiy qurbonning qahramonning onasi bo'ldingiz. Yurtimizning bu qahramon farzandi tog' portlatish, yo'l yasash qurilishida sharaf bilan qurbon bo'ldi. Canım oğlum, neredesin? Qaysı taşның astida qaldı. Taş bisip düşkende, oy ana deyişke ülgergensen mi oğlum? Ben anamlığı içine bir parça otun taşlap ketkice. Menimi bil ekesem bombas metti oğlum. Oğlumunu baskan taş beni bası bombamdı. Sen ölmedin oğlum. Kışkasam kilesem mi oğlum? Muş kongırağını çalsam. Muşu amırak kongırağını çalsam. Ana adam asmanda düşkendekla peyda bulasam mı oğlum? Canım oğlum. Şundan tatip, anam her gün ögüzge çıkıp, qo'ng'iroq tansaga esilib, akamni qo'sha qo'shib yig'lab, qo'ng'iroq chaldigan bo'lib oldi. Keyin akamning dadidan to'liq yig'lab, mengsidan ezib, o'g'lim deb qo'ng'iroq chaldigan bo'lib oldi. Mana shundan boshlab hozirgacha har kuni herib hozirdan ketgicha qo'ng'iroq chaladi. Keyin akamning hayot ekanlik xabar keldi. Akam o'zimi keldi. Ammo anam esiga kelmadi. Aslida tog' portlaganda akam bir kichik o'nkirdi ekan. Portlashdan keyin önkür ağzı itilip qilib, akam önkürde 5 kecha kunduz so'linib qilib,
Ahir önkürünü teşip çıkıp, ölümden kutuluptu. Ama anam kutulmadı.
bilan keldim